har bir soha har xil-ku, siz borgan 40 ta firmangizda hammaligisi har xil narsa sotishadi, har xil usluga ko'rsatishadi. Ammo qaytalangan общий xatolardan biri aytib bersangiz. Ko'pincha uchrashadigan narsam xodim bu o'sish nuqtasida. Mana marketingga pul sarflanadi, to'g'rimi? Sotuvga yoki qanaqadir qimmat stanoklar olishga pulni sarflashadi, 200 ming, 500 ming dollarlab pul tiqishadi-da. Lekin kompaniyaning asosiy aktivi bu albatta xodimlar-da, uning jamoasi. Henry Ford aytganmidi, mani stanoklarimni, zavodlarimni, hamma narsamni olib qo'ying, lekin xodimlarimga, jamoamga tegmang deydi. Men bir yilda xuddi shunaqa kompaniyani tuzib ola olaman, agar jamoamga tegmasang deydi. Shunaqa. Ya'ni xodimlarni rivojlantirishni qanaqadir prioritet narsa deb, ustuvor narsa deb, bunga e'tibor berilishi kerak deb ko'rilmaydi. Nima keragi bor deb aytiladi. To'g'ri, u hozirgi topshiriqlaringizni qilayotgandir, biznes zadachalarni hozirgisini yechayotgandir, lekin ertaga kompaniya rivojlanganda nima qilasiz? Yo almashtirasiz, yo qimmatga tushadi, yo to'xtab qolasiz mana shu joyda-da. Zo'r kompaniyalar shu xodimlarini rivojlantirishga e'tibor bergan kompaniyalarda birinchidan tekuchkasi kam bo'ladi. Xodim keldi ketdisi. Oddiy mana yaqinda bitta distributor bilan ishlayapmiz. Oldin deyaptilar, bir oyda 15 ta yangi odam olardik. Deyaptilar. Bir oyda 15 ta odam olardik deyaptilar. Tasavvur qilish uchun jamoasida bir 100 taga yaqin odam bor. Mana oyiga 15% tekuchkasi bor-da va bu qanaqadir oddiy, normal holat. 15 ta olasiz, yana har oyi yangi ana qilishingiz kerak. 3 oy ishladik, yana davom etyapti ishimizni. 2 taga tushdi shu. Ya'ni bir oyda 2 marta olamiz. O'zlari hayron bo'lyaptilar. Nimaga deydigan bo'lsa, endi men aytdik, jamoadagi xodimlarda endi kompaniyaga oddiy ishdek emas, rivojlanadigan joydagi qarayapti-da. To'g'ri, u bugun 200 dollarlik xodimdir, lekin ertaga 3 oy, yarim yil, 1 yildan keyin u 500 lik, 1000 dollarlik xodimga aylanishini ko'rib olyapti. Va bu boygani savolga ham javob bo'lib ketishi mumkin-da. To'g'ri, bugun kam oylik ishlayapman, lekin bu yerda rivojlanyapman-da. Shu yerda o'zida ham balki 800 topa olaman yoki qaqqadir borsam 800 dollarlik xodimga aylanaman deb, u ko'proq sadoqatliroq bo'ladi bu kompaniyasiga. Va boshqa o'rtoqlariga ham uni maqtaydi. Odamlar har doim o'zini zo'r joyda ishlayotgani bilan maqtanishni yaxshi ko'radi. O'zini qanaqadir boshqacha joyda ishlayotganini va buni kompaniyalar bera olishi kerak.